Iz bosganda juda ham kuchli maktablar bor. Aynan xuddi shu maktablardan biriga bugun eng zo'rlaridan biri, ya'ni Big Ben xususiy maktabiga kelganmiz. Bugun sizga hamma savollaringizga javob beramiz. Big Ben xususiy maktabi qayerda joylashgan, nimaga ixtisoslashgan, qanday oziq-ovqatlari bor, to'lovlari qancha, kim ochgan, qanday sistemada o'qitadi va qayerda joylashganligi haqida to'liq ma'lumot olasiz hamda farzandingizni bu maktabga berishdan oldin umumiy tushunchaga ega bo'lasiz. To'g'ri, O'zbekistonda YouTube ixlosmandlari kamroq, lekin siz safardasiz. Aynan bolajonlarni o'qitish maqsadida ishlab yuribsiz. Xuddi shu maqsadda biz ham YouTube'ga video joylashni maqsad qildik. Birinchi o'rinda joylashuvga o'tamiz. Big Ben xususiy maktabi Andijon viloyati Izboskan tumani Poytaxt shahri markazida, ya'ni to'rt ko'chadan kelganda elektrosetga yetmasdan yo'lda bo'yida joylashgan. Bu degani farzandingizni olib borib olib kelishga udobniy bo'ladi. Sababi yo'lda bo'ydan bemalol tushirib ketasiz. Ko'rib turganingizdek rishotkalar bilan o'ralgan. Maktab paytida darvozalar bekiladi. Undan tashqari chiqish jarayonida ochiladi. Salqin joylar, archali toza havolar, oldidan suv oqib o'tgan. Bu degani atmosferasi o'ziga yarasha. Qani bismillah, ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek katta kameralar joylashgan. Bu ichki ishlarga ulangan bo'lib, har qanday xavfsizlikni ta'minlashda katta yordam beradi. Undan tashqari bu yerda qo'riqlash xizmati bor. Hozirda umumiy O'zbekiston bo'ylab bilasiz, dam olishda hozir aynan xususiy maktablar ham dam oladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda qorovul deymizmi yoki undan tashqari qo'riqlash xizmati deymizmi, bolalarni doimiy bu yerda kirdi chiqisini ta'minlab berib turadi. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'taman. Big Ben o'quv markazi, Big Ben maktablari asoschisi Baxtiyor opa aynan maktabga asos solgan juda ham kuchli o'qituvchilardan biri. Undan tashqari yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, to'liq konditsionerlar, isitish, sovutish sistemalari, kommunikatsiyalar, parovoy отоплениялар, xullas bu yerda mana monitor turibdi. Har bitta xona kamera nazoratida aynan bemalol kelib 60 kun muddat ichida farzandlarni kamerani orqali qaytarib o'quv jarayonlarini ham ko'rsa bo'ladi. Reseptionda har qanday sizning muammolaringiz va yana takliflaringiz, undan tashqari oldi berdilar. Narx masalalarini aynan shu yerda hal qilishingiz mumkin. Bu yerda kutib o'tirish joylari, bundan tashqari bu yerda o'qituvchilarni bu yerda olgan erishgan yutuqlari, litsenziyalari, qo'yingki, hamma narsalar aynan shu yerda bor. Yana farzandlarimizning eng muhim narsalardan biri ikki mahal ovqatlanishadi, issiq ovqat bilan ta'minlanishadi. Qo'l yuvadigan joylarimiz, sovunlar, sochiqlar, bu yerda oshxonamiz, ko'rib turganingizdek, kakras abit vaqti bo'ldi. Aynan bolajonlarda abitga jarayonlar tayyorlanyapti. Ikki mahal ovqat beriladi. Ovqatlar har kuni o'zgarib turadi. Bir xil ovqat bo'lmaydi. Bu yerda ko'rib turganingizdek mana oshxonamiz, pokizalik, boshqa masalalarda ham hech qanaqa gap so'z bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsiz, hamma narsa aynan shu joyda qilinadi. Endi siz bilan boshqa tomonlarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda oldin ham aytdim, O'zbekiston bo'ylab dam olishligi uchun hamma yerda remont ishlari olib boriladi, yo xususiy maktab bo'lsin, xoh u davlat maktabi bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda interaktiv xonalar, ko'rib turganingizdek katta monitor orqali eng so'nggi modelda dars jarayonlari o'tiladi. Ko'rib turibsiz, bular menimcha adashmasam sensor orqali boshqariladi. Xuddi shunday ekan, sensor orqali boshqarilgan. Undan tashqari qiziqarli xonalar qilingan. Ko'rib turibsiz, har bitta xonalar, bu xona hozirgi holatda remontda, buni yana o'zgartirishadi. Bu yerda yana nimalarda dars beriladi desangiz, Prezident maktabida bilasizmi, nimaga urg'u berilgan? Matematikaga berilgan, undan tashqari mantiqiy fikrlash, yana ingliz tiliga eng katta urg'ular aynan xuddi shu fanlarga berilgan. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek matematika, tanqidiy fikrlash, undan tashqari rus tili, ingliz tili. Endi boshqa fanlarda umuman gapirmasa ham bo'ladi. Eng qiziq tomonlardan biri matematika bilan ingliz tilimiz 1-2 sinflarga 5 soatdan 3-4 sinflarga keladigan bo'lsak 10 soatdan o'tiladi. Bu degani repetitorda ham u darajada dars soati bo'lmaydi. Yana sizga bitta qulayliklardan biri, har bir farzandda alohida o'zining shkafchasi bo'ladi. Kelgandan keyin ust-boshini yechadigan yoki jismon tarbiya paytida xohlagan yo'nalishida bemalol o'zini alohida shkafi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi etajlarimiz bor va uchinchi etajlarimiz bor. Bu yerda hozirgi holatda remont ishlari olib borilgani uchun svetlarni xohlasangiz o'zimiz yoqib olishimiz mumkin. Bu yerda undan tashqari yana IT yo'nalishida ham juda ham kuchli mutaxassislar tomonidan
darslar olib boriladi. Xo'p, ana aytilgandek, mana IT yo'nalishiga kiribmiz. Ko'rib turibsiz, eng so'nggi rusumdagi kompyuterlar bilan jihozlangan har bir farzand muhim tomonlardan biri. Bolangiz 4-sinfda IT yo'nalishinigacha bilar ekan. Qarang, IT yo'nalishi, undan tashqari ingliz tili va rus tilida bemalol suhbatlasha oladi. Yana kamiga bu yerda nima bo'lyapti? Menimcha hozir bir qator ko'rib o'tamiz. Bu yerda dars jarayonlari, hozirda tayyorgarlik jarayonlari bo'lib o'tyapti. Yana sizga bitta qulaylik tomonlardan biri, qarang, farzandingiz ingliz tilini bilsa, 4-sinfda rus tilini bilsa, matematikani bilsa, ITni bilsa, tanqidiy fikrlashni bilsa, endi bunday chiroyli maktablarda, yana boshqa narsalarda eng qiziq tomonlardan biri narx masalasi. Sizga narx birinchi o'rinda, hammaga ham birinchi o'rinda qiziq. Sababi buncha narsaga narxini hech pul deganlarga narxini 1.800.000 so'm etib belgilangan. Uni xohlagan yo'nalishda to'lashingiz mumkin, plastik, undan tashqari naqd pul o'tkazish yo'llari bilan bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Qulayliklari-chi deganlarga qulayliklardan yana bitta tomoni, agar mabodo siz ertaroq to'lov qiladigan bo'lsangiz 1.750.000 so'm sizga belgilanishi mumkin yoki oldindan 1 yilini to'laydigan bo'lsangiz sizga 1 million umumiy skidka etib tayinlanadi. Bu degani menimcha sizga anchagina yordam bo'lsa kerak. Sababi salkam 1 oyligini tekin qilib berish imkoniyatiga ham ega. Undan tashqari bu yerda iz bosgandagi umumiy olib aytganda yaxshi o'qituvchilar, saralangan o'qituvchilar 8 yildan 10 yilgacha, hattoki 30 yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar aynan shu yerda dars jarayonlarini olib o'tadi. Sizga menimcha to'liq ma'lumotni berib o'tdik. Biz pastda adminlarda yoki resepsiondagi insonlar nomerlarini berib o'tamiz. Bemalol gaplashib, eng muhim tomonlardan biri qabul jarayoni 1-sinfdan 4-sinfga qadar 25-iyuldan boshlab eng katta qabul jarayonlari boshlanadi. Bu 1 oy davomida davom etadi. Lekin farzandingizni hozirdan kelajagini o'ylaydigan bo'lsangiz, bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, opamizni o'zi bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Eng asoschilari aynan o'zi shu yerda turibdi. Sardor aka boshchiligida Big Ben xususiy maktabi o'z nufuziga, o'z obro' e'tiboriga ega bo'ldi. Qisqa muddat ichida, opa, menimcha qancha bo'ldi ochilganiga? Bu yil 3-o'quv yilimiz boshlandi. 3-o'quv yili bo'lganiga nisbatan hozirgi kunda iz bosganda, balki qo'shni tumanlarda ham Big Ben o'quv markazi yoki Big Ben maktabi desa, hozirda o'zida biladi. Sababi siz masalan umumiy o'zingiz o'qigan maktabingizni bilasiz. Birinchi maktabda yoki boshqa maktabda o'qigansiz. Uni oldindan bilishadi. Shu darajada obro' e'tiborga yarasha, mehnatiga yarasha hamma taniydigan holatga yetib keldi. Xudo xolasa sifatli ta'lim sababi o'zlari shu yerda turishadi. Hali biznesda yurgizib qo'yib boshqa joyda emas, o'zlari shu yerdaligi uchun ham sohasini ustasi, ingliz tili o'qituvchisi bo'lgani uchun farzandingiz ertaga ingliz tilida bemalol 4-sinfda gapirishadi, opa. Albatta, Xudo xolasa sizlarning xizmatinglarda bemalol aloqaga chiqib, manzilni, lokatsiyani hamma yo'qni menimcha juda ham chiroyli tushuntirdik. Bu videoda maktabga, qaysi maktabga bersamikin farzandimni, nima yo'nalishlar, bu maktabga ba'zi erkaklar to'g'risini tan olish kerak, kirib hamma jarayonni tomosha qila olmaydi. Ayollarimiz ham kirgani bilan balki to'liq tushuncha ola olmashi mumkin. Bu video menimcha sizga to'liq ma'lumot bo'ldi. Agar adashmasam 7 minut davomida to'xtamay gapirishimga ham bitta like bosib ketasiz, opani mehnatiga ham like bosib ketasiz va bu videoni maksimal jo'natib qo'yasiz. Hammaga rahmat. Sizlarni qabulda kutib qolamiz.